Bu komplektimiz qanaqangi texnikaga qo'yiladi? Topganga kartasiga $100 tashlab beraman. Do'stlaringizga maksimal jo'natib qo'ying. Salom o'g'alar. Qaranglar, sizlar uchun juda ham bir chotki qilib komplektatsiya yig'ib qo'ydik. Berami bo'ladi. Shu go'zal batareykamiz 50 ampere soatga 72 volt bo'ladi. Kontroller Ford Drive Xitoydan zakaz qildik. Pik 680 ampere 72 voltga ishlaydi. Motorimiz 4 kilovatlik 72 voltga 3 kilovatlik ekan. Kechirasizlar do'stlar. 3 kilovatlik motor. Displeyi nimaga zo'ri chiqqan. Ant BMS ga faqat pitani berasiz 72 volt. Bu yerda knopkamiz bo'ladi. Knopka yoqib o'chirish uchun. Yonadi. Faqat pitani keladi. Bu o'zi bilinchsiz bilan topishib turib zaryadini, razryadini, amperlarini hammasini ko'rsatadi. Tak, bu shu nimamizdan chiqadi. Kontrollerimizdan chiqadi. Kontrolleri provodalarini topib holli ulaganmiz, motor ulaganmiz fazalari bilan bilinchsiz bo'ladi. Telefon bilan nastroyka qilish mumkin. Gaz, tormoz, zadniy xod rejimlarini, gazlarini hammasini ulaganmiz. Qarang. Bu yerda zadniy xodi bo'ladi. Bosasiz, gazni bossangiz zadniy xod bu birinchi, ikkinchi skorost almashtiradi. Bu chika bo'ladi, buni bilasizlar. Keyin elektronli tormoz. Qo'lda tormoz bo'ladi. Keyin mana bu gazulka. Gazulka bo'ladi. Qarang. Gazni bosganimizda 3 kilovat. Bu yerda rasxodni ham ko'rsatadi. Gazni bosganingizda 18 amper ko'rsatyapti. Bu komplektimiz qanaqangi texnikaga qo'yiladi? Topganga kartasiga $100 tashlab beraman. Do'stlaringizga maksimal jo'natib qo'ying deydigan vaqtlar keladi akalar hali. Inshaalloh o'sha kunlarga yetamiz. Yozib keting, qanaqaga texnikaga qo'yiladi. Bir topishingizga osonroq qilish uchun bitta fishkasini aytib ketaman. Bu texnikamizda ruli bo'ladi.